Animeland kanali taqdim etadi. Bu xavfli ko'rinadi. Darvozadan chiqadigan sehrli kuchga agar biz xo'jayinni zudlik bilan bo'ysundirmasak, zindon sinishi sodir bo'lishi mumkin. Bu joyga katta zarar yetkazish uchun aeroportdan foydalanamiz. Keyin ovchilarga hech qanday muammo yo'qligi haqida xabar ber. Apostol. Yaratilgan mavjudot ijodkor zerikishdan shikoyat qilganda biz bir-birimiz bilan urushardik va har qanday vosita bilan uni yaratuvchiga taklif qildik. Biz ushbu mavjudotlarni sababi ham shu. Keyin bir kuni yaratuvchi Xudo gapirdi. Boshqa o'lchamdagi birodarlarimiz vafot etdi. Buni oling va ustasiz dunyoga egalik qiling. Xudoning so'zlariga amal qilib, biz dunyoyimizda mavjud bo'lgan son sanoqsiz iymonlilarni to'pladik va qo'shin ustasiz dunyo tomon yo'l oldi. Son sanoqsiz askarlar o'lchamlar bo'ylab harakatlanish uchun tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada energiya kerak edi. O'lchovli o'tish torroq bo'lsa ham, u ishlab chiqarish ko'p energiyani ushlab tursa va Xudoning qo'shini o'lchovli o'tishga uzoq vaqt o'tkazdi. Taslim bo'lmagan Xudoning qo'shini nihoyat ustasiz dunyoga yetib kelishdi. Va u yerda ular zulmatga duch kelishdi. Tushunib bo'lmaydigan chuqurlikdagi siyoh qora zulmat. Uyg'on. Zulmat va uning qo'shini har bir kishi ulkan kuchga ega edi. Bu zulmatning yagona dahshatli jihati emas edi. Agar Xudoning askari zulmat bilan kurashi bo'lsa, bir necha lahza oldin ular bilan birga jang qilgan Xudoning askarlari zulmatga botib dushmanga aylanardilar. Urush davom etar ekan va ko'proq odamlar halok bo'ldi. Zulmatning kuchi yanada kuchaydi. Xudoning qo'shini mag'lubiyat yo'qotdi edi. Ustozsiz dunyoda urush boshqa o'lchamlarga ham tarqaldi. Xudoning qo'shini uzoq vaqt umidsizlikka tushganda, Xudoning elchisi Tayr bir taklifni taklif qildi. Bu bizning narsamiz. Keyingi biz kabi ustozsiz dunyodan paydo bo'lgan zulmat, uning katta sehrli kuchi tufayli u osonlikcha qaytib kelmaydi. Ustozsiz dunyodagi hayotdan hech qanday sehrli kuch sezilmadi. Buning uchun agar biz Mistburnidan foydalansak, biz uning qulashini ichimizdan olib kelishimiz mumkin. Mistburn ruhiy muolajaga singan, lekin Xudoning irodasi harakatda davom etayotgan eng past darajali dindor. Ularning kuchi zaif bo'lsa-da, o'z e'tiqodlarini yoyish uchun portlovchi sehrli kuchsiz mavjudotlar uchun halokatli. Agar ustozsiz dunyoda iymon tarqalsa va dindorlar soni ko'paysa, Xudoning qo'shini muqaddas joyni ko'rsatishi va mo'jizalar ko'rsatishi mumkinligiga ishonishdi. Ular bir ovozdan Tayrning strategiyasiga rozi bo'lishdi. Tayr o'z kuchini 5 qismga bo'lish uchun dohil o'z xizmatlarini ishlatdi. Tumanning alangasini ko'targan eng zaif qism ustasiz dunyo tomon yo'l oldi. Rejaga ko'ra, zaif bo'lak zulmat tomonidan sezilmay qoldi. Ustasiz dunyoga kirish muvaffaq edi. Ammo darajaning birinchi fragmenti ustozsiz dunyoga kelgan kutilmagan o'zgarishgacha kutishdi. Sehrli kuch bo'lmagan ustozsiz dunyoda hayot shakllari endi sehrli kuchga ega. Keyin buyuk kataklizm tarbiyada mag'lub etgan voqeasi bilan bu dunyoda sehrli kuch yo'q qolganligini bildim. Birinchi fragment boshqa fragmentlarni kutishga qaror qildi va men bilan muvofiqlik bilan ikkinchi fragment bunday iyli o'zgarish bizning urush davrimizda bo'lgan. Buni kimdir reja qilgan bo'lsa kerak. Rejada boshqa fikrlar bo'lmasligi. Insonlar ular orasida ovchilar chuqasi haqida sehrli kuch bo'lgan mavjudotlar haqida bilishi kerak. Bizning missiyamiz bajarish uchun. Sehrli hayvon. Bu zindon tan olmasa, S darajali ovchilar jamoasiga murojaat qiling. Agar yuqori martali sehrli hayvon aqshda yugursa, yuqori maroqli ovchi yo'qiladi. Agar imkoni bo'lsa, S rank ovchining qobiliyatlarini tekshirishni istayman.
Nega zindonda tanish bor? Shu yaqindagi gildiya bo'lgan emasmi? Ha, aeroportda bo'lgan ovchilarmi? Ular barcha yulduz cho'g'idan foydalanuvchilar. Yulduz cho'g'i tuman yonish imonini eritib, yaralangan uyg'ongan agent. Tanada yig'ilgan daqiqalik ion normal ta'siri yo'q lekin. Agar ion darajaning qobiliyati bilan kuchaysa, kuchaytirish. Sizlar orqaga qayting. Ha, pastol. Yaratilgan mavjudotlar o'zlarining yaratuvchisi, ya'ni Xudo uchun mavjuddir. Buning uchun biz Xudo irodasini bizning kompaniyamizning yagona sababi deb hisobladik. Lekin nima uchun odamlarda orzulari bor? Nahotki mavjudotlar faqat yaratuvchida bo'lishi kerak bo'lgan istaklarga ega? Bu zaif insonlar bizdan ustunmi? Zindondan tanaffus. Nima bo'lyapti? Koreyaga kelishim bilan oqa. Men sehrli hayvonlarni tez ushlab turaman. Shuning uchun qoching. Qora niqob kiygan ovchi. Nima? Qora niqob kiygan ovchi giyellarni yo'q qilgan deb eshitdim. Bu o'sha yigit bo'lishi mumkinmi? Bu Limunsun haqida gapirilgan tartibsizlikmi?